Mana bu iPhone 16 Pro Max. Hozirgi video Galaxy S25 Ultra'da videoga tushirilyapti. Hozir mana shu zinagacha men yugurib tushaman, ya'ni S25 Ultra'da. Ya'ni buni men stabilizatorni tekshirib ko'rmoqchiman. iPhone'niki yaxshiroqmi yoki Galaxy S25 Ultra'niki yaxshimi? Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Yuguryapman. Tez tushyapman. Stabilizatorga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Galaxy S25 Ultra. Hozir bundan keyingi video iPhone 16 Pro Max da stabilizatorni tekshirib ko'ramiz. Mana bu Galaxy S25 Ultra. Hozirgi video iPhone 16 Pro Max da videoga tushiryapman. Endi iPhone 16 Pro Max stabilizatorini tekshirib ko'ramiz. Yana o'sha zinani oxirigacha yugurib tushaman. Ketdi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar. Galaxy S25 Ultra'ning stabilizatori yaxshi ekanmi videoda yoki iPhone 16 Pro Max videoda stabilizatori yaxshi ekanmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar va videoga like bosib, mana shu videoni iPhone'chilarga va Samsungchilarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Men bilmayman qaysi biri yaxshiligini, chunki hali videoni boshidan oxirigacha ko'rganim yo'q. Sizlar bilan endi birgalikda ko'raman.